bu nima deydi ani mana bunaqa olyapti nimaga chunki YouTube'da katta ko'rinish uchun boya aytganimdek biz hozir o'rtaxonaga kirdik men bolani Assalomu alaykum. mana avvalda shu yerda mana Avazbek Alisher mana Salomat. mana hamma shu yerda mana xudo xolasa bu bola hozir ertalabdan nima qilishni o'rgatgan holda tayyorgarlik qilyapmiz Chuqur tayyorlanamiz. chuqur tayyorgarlik bo'lyapti xudo xolasa ertalabdan o'sha harakat qilgan holda bular bilan birgalikda men bola bir 8 kilo tashisa kerak Yig'amiz sashlik bilan siqilmay. 8 kilo tashisa kerak men bola yuvib ketsalar To'g'ri. Komiljon mayli To'g'ri tashib kelamizmi? og'a be Doimgidek o'sha formani ushlagan holda disiplina ham. xullas bir gap bo'ladi Nasirroq. ertaga ko'rishguncha Patka hozir turkani ko'rsating, patka turkani. Qarang, o endi pezatkalar bilan hozir qattiq tayyorgarlik. Gitara. gitara tepada turibdi mana gitara ashulaga yetishga o'rgan kechaga ertaga aytiladigan ashlar repertuar qilib oldik уже montaj ketyapti Montaj ketyapti уже. hozir tayyor bo'ladimi уже Ha. bo'ldi stories qo'yamiz davay yaxshi dam olinglar bunyod 6:23 nima qolsa ertalabdan zalga las biz turdik keyingi etapga o'tamiz xudo xohlasa xullas ertalabdan biz Asad Bugungi nima edi? qayerga ketyapsiz Tovoq so'ygan menejment taklif etdi. powerbank olganmisizlar powerbank kim oldi Menda yo'q. Havzani qo'rsa. Ustozlarni to'g'ri. Ibohimda Buni orqada qo'ysak shuni old tomonga sog'mi? O'tiraman. Xullas, men joyim qani? sizga bitta javob beramiz Qachon? qachon Siz mana shu yerda o'tiring. ana qarang bag'ri keng sizga javob qo'ygan Hech kimni bag'riga solmadim, o'zim tushundim ham. bilasizlar men kichkinagina blogim bor bu blog sizlarga 700 mingta 700 ming odam bor, kichkina blog, kichkina. yo bu o'zinglar uchun o'zimiz uchun esdalik bez montaj просто kadrlar bir-biriga ulanadi va joylanadi va shu narsa ko'rilgandan keyin sizlarga anaqa bo'ladi nima bo'ladi Sizlarga filtr qilinmaydi. anaqa bo'ladi o'sha anaqa Bor chiroyliklar shunaqa ko'rinadi. Biz filtri. Snapchat. yo'q Yo'q, unaqa aytamanki, biz filtri. Mediyada bugun xudo xolasa bugun kun haqida chiroyli video kutamiz. Siz ham ovqatda qolib ketib qolmang. Atmosferani olaman deb. Xullas chotki. Ha, buni ochib yuboringlar. Qaranglar 1 2 3 deyman-da. Qiyu qilib berasizlar. Yo'q, qiyu deganda qiyu emas. faqat kamera boshlash kerak. Firdash? Beraymi? Patta qichirgan. Unda, ashta turasiz. Qaranglar, tayyormisizlar? Ya, og'zingizni yoping, yo'q ishlayapman. Hamma o'shaga qarayapti. Xullas, menejment fakulteti Tovoqsoyga ketdik. Bo'ldi. To'xtang. Suv qani suv? Bagajda. Men uni anaqaga beraman dedim suvni. Ochsa bo'ladi. Suv chiqishi. Bagajni ochib yuboring. Bagajni ochsiz. Nechta bor? Qolamiz-ku. Tiqilmaysiz. Bagaj shunday ochsiz, suv bor blokda. Hammasi bor. Ikkita blok. Qani ko'rsardi. O'rtaga qarab. Shuni qarab turibman. Ey xudo, meni nima urishasiz? May. Videoda bermay turinglar deyishganingchi. Hamma gapda tushadi, qiziqadi videoyimdachi. Ana montaj 40 qish. Gapda keyin qolib ketadi-ku. Orqa fonda muzikani orqasida. Muzika ham qo'ymayman. Shunday bir-biriga ulayman, qo'yib yuboraman. Suvdek serob bo'ling. Suv kabi bo'l. Suv kabi bo'l. Suv kabi bo'l do'stim. Baklashkaga solsang baklashkadek bo'l. Umurni yig'ishini Nasha ushamaydi, santoslar. Endi unaqasilar talabasi. Powerbank kim oldi? O'shani kichkina yozmoqchi edim. Bagaj yopdingizmi? Ha, yopdim.
Bagaj powerbank kim oldi? Hech kimda. Pastga kecha yozmoqchimi, grupani yopib Yozdimmi? Gruppaga ham yozdim. Powerbank. Orqaga uzatib olsaylik, keltiradi. Firdavsga bermadingiz. Yana bitta suv bering. Qaranglar, umid bu sizga. Men berib qo'yaman. Rahmat. Meni o'ylaganinglar uchun rahmat. Shuni bunyod joyiga qo'yaman. Orqaga. Sardor tomosha qilyapti. Men qo'shiq o'zim aytishim kelmaydi. Kecha ham yotoqxonada bolalar bilan qo'shilishib yetganmiz. Bizni g'aybillar tursin, tursin aylanyapmiz. Bo'ldi. Xastamanu qilib. Endi hozir birin-ketin hammamiz qo'shilib aytamiz. Va 38 bo'libdi. Sho'x qo'shiqlarni aytaylik. Sho'xmi? Sizdan eshitaman. Xastamanu deb uxlab qolmaylik. Yo'q, endi kasalmanu demayapti, xastamanu deyapti. Men joyimni topdim, sizchi? Sizdan ikkitami? O'tirmagan. Men joyim mas'uliyat. Sardorga qarsiylar. Qarsiylar. Rahmat. Ha, Sardor. Ha, bosing. Ko'ngilli. O'zga ham o'tmoqchi edim. Eng zo'ri hali biladigan qo'shiq bor-da. Tulpor, belida yegan, shamol, nondan yegan. Yuragim, tulpor bo'lsa, bulun, boshimga tegan. Qirg'iy qanotim yozar, qirg'adirdan osam, men qirlarda yugurib. Ha! Tulpor, belida egar, shamol, nondan egar. Yuragim, tulpor bo'lsa, bulut, boshimga tegar. Soylardagi xarsang toshlarga berar, men Toshkent yo'llarda yugursam, olamni shamol bosar. Soylardagi xarsang toshlarga berar, men Toshkent yo'llarda yugursam, olamni bosar quyosh. Ha! Tulpor, belida egan, shamol, nondan egan. Yuragim, tulpor bo'lsa, bulut, boshimga tegar. Yoringman, kelgin yoringman. Yoringman, kelgin yoringman. Ben seni sevgen yoringman, kelgin yoringman. Ben seni sevgen yoringman, kelgin yoringman. Oyna ben ko'raylik, kelgin yoringman. Oyna ben ko'raylik, kelgin yoringman. Boshingga gullar uraylik, kelgin yoringman. Boshingga gullar uraylik, kelgin yoringman. Yoringman, kelgin yor o'ynaylik.
ey chakala, ey chakala. Raqsingin ko'tar ko'rsatadi raqs. Raqs Arafat, davay. Yallama yorim, yallona, yallona shaylik. Tushkami to'rtta bir bo'lib, hasratlashaylik. Yallama yorim, yallona, yallona shaylik. Yallona shaylik. Tushkami to'rtta bir bo'lib, hasratlashaylik. Tushkami to'rtta bir bo'lib, hasratlashaylik. Ariq bo'yi urg'o'z kelganimiz kunni bahona qilib yor ko'rgani kelganimiz yallama yorim yallola yallola shaylik yallola shaylik ishtami to'rtta bir bo'lishib hasratlashaylik ishtami to'rtta bir bo'lishib hasratlashaylik ey chaqala ey ey chaqala ey ey chaqala ey chaqala ey bo'laveradi gap tushirib yuboramiz xohlasiz uyi boshladi Shu yerdanmi oldi? mana mana shu turaman xullas keyingi qo'shig'imiz sizdir suvlar oqar mahallamlarida qizlar joyga yoqar aylonamiz saryonida sizdir suvlar oqar mahallamni arig'ida qizlar joyga yoqar aylonamiz saryonida aylonamiz o'rgulamiz uchrasholmay qiynalamiz bo'ylarimiz yetib qoldi qachonmiz qahramonamiz aylonamiz o'rgulamiz gapatolmay qiynalamiz bo'ylarimiz yetib qoldi do'stlar qachon uylanamiz onajonim men o'yladim sizni juda ko'p o'yladim sovchilikka boravering shu go'zalni men tanladim onajonim men o'yladim sizni juda ko'p o'yladim sovchilikka boravering shu go'zalni men tanladim aylonamiz o'rgulamiz uchrasholmay qiynalamiz bo'ylarimiz yetib qoldi do'stlar qachon uylanamiz aylonamiz o'rgulamiz gapatolmay qiynalamiz bo'ylarimiz yetib qoldi do'stim qachon uylanamiz keyingi to'yga borarkanmiz kulib yuring kulib yuring yosharib yuring tabriklayman takror va takror 5 kunlik dunyoda bu g'amni qo'ying baxtimizga sog' bo'ling do'stimsiz Sardorbek puli keladi yetadi qo'lingizga soqqani qilib bosaverasiz cho'ntagingizga hech kim qolmasin bank ishini qizlariga narkozimizni kirashi bo'ling Sardorbek Mana aytyapti deb Odam uyattirdingizda. Olaysizda. Bichorat qildingizda. Yaxshi qisib o'tirdilar. Kirash bilmayapsiz. Bizdan salom aytib qo'ying. Borsangiz sizlar qo'z tomon. Voy, fakultetlar bor vobshe yomon. Menejment fakultetidir nomlari. Eng zo'ridir faqat o'zlari. Borsangiz sizlar qo'z tomon. Voy, talabalar bor vobshe yomon. MF'lidirdir nomlari. Eng zo'ridir faqat o'zlari. Munchog'im qo'lingdagi, munchog'ing uzilibdi. Nega shifolarda ayollaring uzilibdi. Mendek oshiqlaring qolib, sizilibdi.
Soya qilgan ko'zning chog'ing uzilibdi. Uchding boyning tillosiga, 3-4 kunlik yallosiga. Hayolilar vafo qilar, o'zini suygan shaydosiga. Tillolarga to'ymadingmi? Meni ham bir o'yladingmi? Sovg'a qilgan ko'zning chog'ing boy qo'ynida o'ynadingmi? Uchding boyning tillosiga, 3-4 kunlik yallosiga. Hayolilar vafo qilar, o'zini suygan shaydosiga. Tillolarga to'ymadingmi? Meni ham bir o'yladingmi? Sovg'a qilgan ko'zning chog'ing boy qo'ynida o'ynadingmi? Shayton bilan ko'zning chog'im sovg'a qilgan ko'zning chog'ing uzilibdi. Kambag'al deb mensimadi, nima kambag'al deb mensimadi sevganim. Yo'q. Odamlarga lol qolaman, onajon. Dunyoga og'ir bo'lsa hammasi, zo'rlardan zo'r bo'laman, onajon. Urib tursa ko'ksimdagi yuragim, harakatdan to'xtamayman, onajon. Shoshmay tursin g'iybatimni qilganlar, qo'ylardan zo'r bo'laman, onajon. Yo'qchilikda kelarganda ko'zganam, o'tib ketar og'ir kunlar, onajon. Xudo berar kelar davr bizga ham, ey zo'rlardan zo'r bo'laman, onajon. Urib tursa ko'ksimdagi onajon, shoshmay tursin g'iybatimiz qilganlar, zo'rlardan zo'r bo'laman, onajon. Shoshmay tursin g'iybatimiz qilganlar, zo'rlardan zo'r bo'lamiz, onajon. Sağ İslam'ız O'tdi yoshlik davrin surib, to'y qilaylik o'ynab kulib, yor ayting qishlog'imda, uylanganim qo'ysin bilib. O'tdi yoshlik davrin surib, to'y qilaylik o'ynab kulib, yor ayting qishlog'imda, uylangan qo'ysin bilib. Aylonamiz o'rgulamiz, gap otolmay xiyolamiz, bo'ylarimiz yetib qoldi, do'stlar qachon uylanamiz? O'sha gap armonim, ozoringdan o'lsaydim qolmasmidi armonim? Sevmasang ham sevsaydim janonim, janonim. Gulga qiyos etmam sira, sen qalbimni tirib ketgan gul tikonim bejondan so'ra, janonim ya jamonim. Yuragimga tig'dek botar, gulim desam tikoning, ikki o'tda kuyib o'tar, jaloling ya jaloling, jaloling ya jaloling. O'zingga o'g'ling barcha haqiqatni o'tmasin hey. Samoga kelib keldi xush zamonli, hamon Og'abekdan sovchiqdan so'g'ali hey. Sarpo keldi sarjuballi, to'ylar o'tdi kelin keldi xush zamonli. Ko'p yomonlik qildim men, ko'p yomonlik, hamon mendan so'rashgan so'g'ali. Yana qaysi bor? Dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman umrim surib, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman umrim surib, dadamni soyasida, yuribman umrim surib, dadamni soyasida. Hamma bilan qo'shiq aytinglar, hamma aytaylik. Soy bo'yida yo yurgan yigit, qo'shiq ko'zini suzgan yigit. Soy bo'yida yo yurgan yigit, qo'shiq ko'zini suzgan yigit. Bilak yuziga
Boshimizni suzganim yo'q. Bilagizligini olganim yo'q. Olganlar bersin bilagizligini. Bilagizligini olganim yo'q. Olganlar bersin bilagizligini. Hey uhu, hey chaqala, hey uhu, chaqala. Olmachi anoringga valli, donayu holingga valli. Olmachi anoringga valli, donayu holingga valli. Boqqa kirib olmaying, bog'ning olmasi yaxshi. Boqqa kirib olmaying, bog'ning olmasi yaxshi. Avtobusda yutganlarga bitta olmadan yaxshi. Oyna oynaman ko'rak, kelgan yor oynaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgan yor oynaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgan yor oynaylik. Asa bo'lar, yo'q yolg'on yo'q chinlaysan. Hayot chalg'itib tinmaysan. O'zing sen jonozibim, beni buncha qiynaysan. Vaqtga chalqat surmaysan, bor yo'q nazarga yurmaysan. Yo'qsan chaqasan qo'ymaysan, beni buncha qiynaysan. Yo'q o'ynaysan, o'ynaysan, yo'q qo'ymaysan, qo'ymaysan. Chaqasan qo'ymaysan, beni buncha qiynaysan. La 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 la. To'kilmayman poyingga, sen bo'lmasang boshqasi, sen bo'lmasang boshqasi. Ochilsa ishqunchasi, bulbuldilar erkasi. Sochingdan ko'p oshiqib, sen bo'lmasang boshqasi, sen bo'lmasang boshqasi. Navay gezamiz ko'chalarni, va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni. Ko'cha mening hayotimga aziz onajon, o'rgatadi menga juda ko'p narsalarni. Yo'qchilikdan qiynalmasdan qizlar yurishga, uylanmayman hali yoshman deb aytsam-da. Onajonim topibdi voydod bitta sanam. Sanamni ko'rib yuragim tortdi otaga. Ey, o'sha bormay qo'ydim o'z mahallamga. Navay gezamiz ko'chalarni, va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni. Xullas mana o'sha joyga yetib keldik. Xudo xolasa endi hozir qo'lni aylanib hammasini hal qilamiz. Lekin telefon zaryadkasi kam qilyapti, buni nima qilaman? Lekin birinchi shahar mana. Boshlanishi. Shuncha odam kelgan, men qaraylik, ko'p yo'q. Hamma alpinistga cho'tdi. Qanaqa chiqyapti? Nima? Bundoq qilguncha yetib kelamiz, xudo xohlasa cho'tki bo'ladi. Xullas biz fakultet, ya'ni talabalar bilan birgalikda xudo xohlasa yetib keldik. Yo, qiziq bo'ladi. Bunyod oldinda komanda mana. Xudo xohlasa bugun adrenalinni his qilasizlar. Qiyinchilikni his qilasizlar. O'zim his qildiraman. Boshqacha bo'ladi. Garanti 3 kilo progress 8 kilo. Cho'tki bo'ladi. Eshik shunchalik ko'rinmasligidan ashib ko'rmadim. Yo'q, 8 kilometr bosamiz endi. Namaste. Ha azizlar, biz Tovoqsoydamiz. Va keldik, xudo xohlasa mana yo'lda boshlab oldik. Ana bola nima deyapti? Asad nima deyapti? Azizlar yo'lda chiqdik. Xudo xohlasa ketyapmiz.
Soat 10:00 boshlandik. Endi katta Sharsharaga chiqib yetib borishimiz ko'ramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, kuzatishda davom etinglar. Qiyinchilik boshlamoqda qara. Qiyinchilik boshlamoqda o'zi. Shatakka oluvchi Sardorbek. Shatakka olib keladi, qara, shatakka olsa qara. Voy ham yo'q. Yatkim bor. Odam qarang, atmosferani. Xullas, yaxshi qizg'in davom etyapti. Turinglar endi rasmga olaman. Rasmga tushamiz, ey. Rasmga individualmi? Bormayman deyapti. Ana, qaranglar atmosferani. Shunday joydan sizlarga to'g'ridan-to'g'ri efirga chiqyapman, ey. Rahmat, sizlar bilib qolasizlar. Ko'rayotgan videoni egalariman. 27 ta odam boryapti. Shu kun sizlar uchun esdalik bo'lib YouTube'da turadi. Boshqacha lekin telefon zaryadkasi 20% qoldi. Shuni inobatga olinglar. Bunaqasi faqat Umidjonda bo'ladi. Oldin menda, keyin boshqalardan. Kanalni o'zgartirish qaranglar. Imon boraylar. Ham qaranglar, chunchi mana komanda bor. Mana shunaqa joyga kelamiz deb bo'ldi. Hozir bunyod boshlovchi orqadan terib yuribman hammasini davay deb. Men pasaydim mana. Endi yordamchilar bilan. Pasaydim qara. Qo'liga Velikovaga ovqat yeyman. Qo'llarga zo'r ketyapti. Atmosfera o'zgacha. Mana atmosfera mana. Hozir soatimiz 11 bo'ldi. 1 soatda yuribmiz. No'ga o'girib olay mana. 1 soatda yuribmiz, boshqacha bo'pti. Ametana og'a beni o'zini subyektiv fikriga ko'ra akopga snayperga akop qilingan ekan toshda. Yurishini qarang, kulib oladi. Haydat. Subyektiv fikr. Haydat. Boshqacha lekin. Men umid tortib yuribman. Qarmasam umid tortib yuribman. Xullas, sanazlar, mana joylarni qaranglar, shuncha joy bosib o'tdik uje. 7 minutdan so'ng yana aloqaga chiqaman. Xullas, boshqacha bo'pti. O'zgacha lekin, to'g'risi. Videoda ko'rib olmagan bilmayman lekin. Gaplarim ham bo'lib ketib qoldi. Lekin ham bolalar turishadi. Ag'arib fizo qilishyapti aytdi. Tog' bag'ir qo'ydi, fizo qilish boshqacha o'ziga. Men orqani terkanman. Yurish qayerish. Puding. Lekin boshqacha atmosfera bor. To'g'rimi Sardor? Nima bo'pti do'st? O'lyapti. Og'riq bormi? Bormi? Bor. Raytsa. Dilimda og'riq bor. Voy. Sevgidan kuygan chiya bo'ri tog'ga keldi. Ha. Mana bu po'q mana. Mana bu ham po'q faqat qurigani. Bu odamniki. Nima bo'lyapti? Nima hamma charchaganmi deyman? Charchashyo'qmi? Ha? Tezroq yuraylik, tezroq. Sizlar 1 kilometr orqada olib ketyapsizlar. Charchabsizlar, qara hamma o'tirib olgan. Flash, reklama huquqlari asosida. Mana atmosferani qaranglar, hozir sizlarga qancha narsa ko'rsataman. Bolalar, xullas, sassiq qurpangdan turg'indagi mana shunday joylarga bir kelgan bunday komandani yig'ib, bunday do'stlarni yig'ib mana. O'tgan yili mana shu bola bilan o'tgan yili nima qildik? Ikkalamizni olib chiqishdik, ustoz bilan birga chiqdik. Bugun esa biz ikkalamiz ustoz sifatida mana shu oyog'imiz bosib yubordi. Mana shuncha odam bor. Va o'zimiz ko'rgan joylar hisobiga amna qiladim. Xullas, o'zimiz ko'rganlik hisobiga hammani cho'tga qo'yamiz. Faqat bitta narsalarni to'g'rilasa, mana atlaslarni qaranglar, bombaligini. Qichig'i. Xullas, mana Tikanzorga yetib keldik. Boshqa admiralning bomba bo'pti. Xullas, cho'tga bo'pti. Xullas, ana shunday tog'i yonidan shunaqa joylarni topib, yo'lda tekis yo'l bor, lekin biz mana shunaqa ekstremalniy yo'lni qidirdik. Nimagaki? Ushbu sayohat talabalarni esda qolish uchun va o'zgacha hissiyot paydo bo'lishi uchun to'g'ri zo'r bo'pti. Charchoq bor albatta, chunki ancha yurib qo'ydik, tem bo'ldi issiq, lekin zo'r ketyapti. Mana haqiqiy ekstremalga yetib keldik. Biz noto'g'ri yo'lda yurgan holda atidan bunaqa yo'lda qidirib topamiz. Menejment fakulteti har doim hamma joyda yo'l topgan, ilojini qilgan, xolos lekin pastlik namlar qilib yotgan qaranglar. Pastliklar hammasi hayron, nima qilyapti? Bular maza qilyapti-yu. Mana bu qiyalikni
zabt etdik. Fakultet talabalari bilan albatta, xudo xolisa Sharshaga yetib boramiz. Qarabsiz. Sharshara u mana kichkina bo'lib ko'rinyapti, lekin biz ancha-muncha uzoqdamiz. Xudo xolasa ozgina qolib manziramizga yetib boramiz. Chotki. Mana qaranglar, mana. Azizlar. Shabadani his qilsam uryapti, shabada mana uryapti-yu. Men bolalarni mashqgacha kelishdi. Shuncha yo'l yurishdi, mo'l yurishdi. O'zgacha. Tanish bo'lar, rost tanish bo'lar. Boshqacha bo'lyapti bolalar xullas. Atmosfera bomba, shabadani qisqacha hol. Shalqin emas. Sharshaga yetib keldi yana. Sharsharada komanda ketdi. Bu xolasa hali xamir uchidan patr sharshara, undan keyin yana xolis bosh sharsharga ketadi. Xullas azizlar, mana shu ozgina qoldi, xudo xolasa. Shu tepaga chiqishimiz kerak. Ozgina qoldi, xudo xolasa, ozgina. Ulan qarabsiz. Kelib narsa qilib o'tirishgan ekan. Qachon chiqishni bilmayman. Ozgina qoldi, vallahi ozgina. Xullas biz mana komanda bilan ustozlarni topgan holda mana ashta o'zi piknik. Mana chodirlarni qaranglar. Bizaniki bu? Bizaniki ish qilib? Bizaniki emasmi? Hammaki hamon o'ta so'g'ir bo'ldi. Biladigani. Qolyapti. Men Florida shahriga. Yetib keldik xullas. Oting. Mana joy solindi mana. Biz yetib keldik, hamma qorni ochgan, chanqagan, charchagan. Ay, ish qara mana. Lekin adrenalinga juda ham bor. Nimaga bor? Mana bizaniki deb o'ylagandim, sal qoldi ichga kirib ketishimga. Bizaniki emas ekan. Lekin boshqacha narsa bo'pti baribir. Qolib ketdilar. Qach qalay bo'ldi? Yaxshi. Chotki bo'pti. Qayda? Zo'r bo'ladi. Hamma juda shunaqa, iloji yo'q. Zo'r. Mana kalle ishiladi. Sizga qo'shing olib yopishib qoladi. To'xtanglar. Birinchi oz bir salatani to'g'rilab olaylik. Durdona strech beringlar. Lekin biz hali Sharsharaga chiqmadik. Sharshara o'sha tepada, ana shu yerda. Hozirdan chiqamiz. Ovqatlanmagandan keyin to'q qoringa aylanib chiqib kelamiz. Bozmamiz 2 soat. Nega nima bo'ldi? 100 match soat olgansiz nashtadan. Nega? Kim surdi-yu? O'sha bekor surdilar-da. Aka, 100 yol nima bo'ldi o'zi? Zo'r. Boshlanishi qanaqadir boshqacha boshlandi. Adrenalinga boy bo'ldi. Aslida men oddiy yo'lni kirishimiz kerak edi, lekin biz jarli yo'l tanladik. Nega? Chunki Xohlasa, biz va'da bergandik, adrenalinga boy bo'ladi. ya'ni komanda jamoaviy ishlash. Zo'r bo'ldi, bolalar bir-biriga yordam berdi. Ustoz bilan bo'lgan. Ustoz bilan bo'lgan. Ustoz vojaga ketib qolganlar. Lekin biz o'zimiz ham yetib ko'rdik. O'zi shunaqa bo'lishi Shunaqa bo'lishi kerak bo'lgan. O'sha nimadir esda qolish kerak bo'lgan. O'sha hisobga shunaqa narsa bo'lgan. Zo'r. Ko'pga botdi. Xursandmiz bo'ldi. Men bitta qorni qo'ygandan Sharsharaga chiqib ketdim. Bitta chiqib ketsa, lekin Aka tur film ochamiz-a? sayohat bo'yicha.
Mana shu qarang, hali hammasi oddiy yo'ldan olib kelyapti. Tur firmalarda biz anaqa qiyin yo'ldan olib kelamiz, qiynab. Otlarning javobgarligi bor. Ular har bitta til xato olmaymiz. Olamiz. Xatolar. Ularga esda qolarli bo'lishi kerak. Chunki boyagi joyimiz 250 metr pastlik ham o'sha pastlik joyi deymiz. Shuni bo'yida yetarlida yetmagan o'ta yo'l ham ochilmaganda. Yo'l ham ochilmagan biz o'sha yo'ldan obligimiz bo'lgan. Men talabalarni o'zlaridan xavotir olganman. Ertaga mana shu ikkalasi ham bittasi yoki qaysi biri ketib qoladi. Nimadir bo'lib qolsa, lekin shart bo'lgan, hammasi cho'tki bo'ldi, texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilindi. Ketish esa oddiy tekis yo'ldan ketamiz. Tekis yo'lga ketamiz. И tekis va bo'ladi. Cho'tki bo'ladi. Kuzash davom etinglar. O'rmonda yurganda bu. Aniq qilich o'ynaydi. Bu quriyman bundan. Qanaqa yoqaman? Shashliklar pishiramiz-da. Bundan kul bo'ladi, sirasi. Qo'rqilgan. Kayfiyat, yo'q, turib yonma chol berish, yonma chol. Durdona. Biz shunga bo'lamiz. Bor. Choqlar qayerda? Qani sol bilan bor bakit. Sığlar sizlarga Şaşlıklarımız Fakat benimle oğul kızlar Bolalar Zaryadni aytdi buni. Yo o'lasan, yo qolasan kim bilan dur. Gapni yo'l topmaydi. Aa, tepaga chiqib ketargan, ey. Zo'r mashina ekan, bitta osib Qanaqa chiqyapti? Ustoz Sardor? Şimdi oldiradi. Sardor, shaqasga qo'ysam o'qimaydi. Sal orasini ochdingizmi? Tomoq soy shashliklari. Sardor shashliklari, Sardor. Tomoq soyda. Короче, og'zingda qoladi ta'mi. Yo, yaxshi tomonda yo yomon. Kelaverasizlar. Lipoy qilib, lipoy sharoit pishirib beraman. Cho'g'ini qilib bersalaring bo'ldi. Yeyotgan ovqat deyshadi. Qanday shunday qo'rqishadi, bilasizmi? To'yda o'tirganingizda-chi, yoki oshga borganingizda eng narsa yesiz kamera bundoq keladi-yu. Sizlar uyatni bilasizlarmi? Shirin joyi mana shu. Bu menga jahongir bilishim bo'yicha. Keyingi sizga. Ya, menga. Bo'libdi.
Kiramiz aka. Pishganmikan tekshirib ko'ryapman-da. Qani, keyin ko'rincha aka tiray qolish deyman. Hop. Ana. Qanado, qiziq. Nima? Ketadi-yu. Bitta bersin mask ochaylik. Nami cho'g'i yopib ketadi-da. Bilaman. Shunday qarayman, turadi. O'zgacha atmosfera. Maza qilib o'tiribmiz. Zo'r endi hali faqat tepagi sharshaga chiqishimiz kerak. Chiqamiz ham. Qorin to'yda eng muhimi. Скажи, зачем тебе нужна моя душа? Men bola masjidam bor-da. Bola masjidam. Acha, nima qilyapsiz? Bagishi bilan. Azizlar, yomg'ir havo avzoy buzoq salqin bo'lib turdi, lekin yetishtirib bizda yo'lga chiqamiz. Мы что, на влог? Mana qarab, ketayotgandan o'rangan, ketayotgandan o'ranadi. Kelayotganda quyosh, ketayotganda yomg'ir. Barmi o'ranadi, to'g'ri? Kelganda nima foyda savol? Mashina pishirgan odamga rahmat ekan lekin. Taklif bo'lsa tovoq soy kelar, Yeberganligim rahmat. Yeberganligim rahmat. Tovoq soy shashliklari. Tovoq soy shashliklari. Daryoni qo'ydi. Daryo. Sashi. Daryo. Olmayman yor. Biz endi oxirgi lokatsiyamiz finish sharshaga chiqamiz. Bundan keyin yo'lga qarab yo'l olamiz, to'g'rimi? Yo'lga qarab yo'l olamiz. Yo'lga qarab yo'l olamiz akalar. Yo'lga qarab emas. Yo'lga qarab yo'l olsin yaxshi. Hamma narsa cho'tki bor. O'yin o'ynadik. Lekin mafiya balobatdan o'ynamadik. Uni o'ylamadik. Ana nimadir qolib ketdi siz mashinada. Продание bor edi. Bu video bilasizmi, qayerga qo'yiladi? YouTube'ga qo'yiladi. Katta 1 soatlik video bo'ladi. Hamma kadrlar bor. 1 soatga chiqadi. Voy, nimaga chiqmaydi? Yo'q, kesmasdan qo'yadilar. Kesmasdan hammasi Kesmasdan qo'yiladi. Kesmasdan. Xullas ana endi ana shu sharsharaga chiqishimiz kerak. Piknik qilib bo'ldik. Sharsharaga chiqishimiz kerak. Sharsharaga chiqib qo'ygandan keyin xudo hammasi o'tib ko'radi. Mana pletlarni qaranglar. Ikki yonim bittasini olib ketaveraman. Vashi qimmat u. Xullas ket. Ana hamma bolalar tikkasiga qarab o'sha sharsharaga qarab ketyapti. Pastlikni qaranglar. Mana tog'ga qaranglar, mana bu. Xullas oxiriga finish masjidda. Mana bu qiz sevinchga chaqir. Mana qilish kerak-da, bitta qotib qo'yadi. Xullas ko'ramiz. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi charchagan o'zi. Men charchamadim. Lekin bitta orqaga qarab ham atmosferani ko'rsa, "O'h" deydi-yu. Kelganimga rahmat deb yuborishadi hammasi. Qaranglar buni. Hozir eng qizig'i Zadni bilan. yo'q, mayli zadni. Eng qizig'i hozir tepaga chiqib qolamiz-yu, u atmosfera lekin. Ishoninglar, vashi bomba atmosfera bo'ladi. Oh. Qaranglar, jazgina qoldi, lekin yomg'ir ham yog'yapti-da. Qaranglar, shuncha piknik qildi, yomg'ir yog'masdan hamma narsamiz hal bo'ldi. Uyga chiqayotganimiz yomg'ir yog'yapti. Xudo xolasa salqin havoda endi uyga yetib olamiz. Lekin baribir o'sha gap. Yomg'ir yog'sa qaranglar. Qara, bitta qaranglarmi? Bitta. 2 marta qarab qo'ymaylar. Voy, buni qaranglar atmosferani. Umid. Nora bakırsan.
Chiqing. Hozir yomg'ir yog'ib qo'ysa, yolloy bo'lib ketadi. Sizlar. Biz kutgan vaqtlar yetib keldi. Va biz ozgincha qoldi, ozgina. Chiqar. Day. Hoppa. Va biz. Mam ot kuyib yurmayapti-yu. Alaykum assalom, qalaysiz? Qaranglar bolalar, atmosferani qaranglar. Hoppa. Ana. Bu yoqqa chiqqandan keyin bilasizlar nima qilish kerak. Shunday gapirib. Bir, ikki, uch. Yomg'ir yog'ishini qaranglar, voy, atmosfera vashcha boshqacha. Xullas, shunday hozir shasharani ko'rsataman. Xullas, azizlar, Tovoqsoy oxirgisi biz bu vazifani uddaladik. Juda ham ajoyib bo'ldi. Olomat tujman. Naryoqda meni o'ring. Ha? Naryoqda meni o'ring. Rashqalni. Yo'q, o'ng tarafdan bilasan, ot. Pastga tushib ketadi. Bu yoq past tarafda. Choptirmaydi. Yo, sekin yurib kelaman. Ipini berasiz. Sardor aka meni yetalashmay chopib boraman. Xullas, to'xta. Xullas, mana azizlar, menimcha fakultet talabalari oxirgi manzil bo'lgan Tovoqsoyi katta sharsharasiga yetib keldik. Bu ot o'tgan yil mingan otdan, ukam shu ukalarni ko'rsatib qo'ying. Ukam mana shu turibdilar, sirasi tanadilar. Ukaga katta respekt beraman. Chunki o'tgan yil mana shu uka bilan, mana shu ot bilan pastga tushganmiz. Esingizmi uka? Chalib berasiz gitara. Albatta chalib beraman, yengillardan aytib beramiz. Xullas, biz zap etdik, hozir oxirgi videoni sharsharga qo'yamiz, xo'p? Pastga shuncha bola charchagan, lekin biz oxirgi manzilga yetib keldik. Qatu mana shu Javlikda joylashgan sharshara. Pastini qaranglar. Bu qo'rqadi odam. Lekin zabt etdik. Tovoqsoydagi katta sharshara kanyon mana shu. Chotki. Bormi? Asad. Bormi? Bor belida egar shamol novdani egar yuragim to'lib borib bo'lsa bulut boshimga tegar qirg'iz qanotin yozar qirda aqldan ozar men qirlarda yugursam olamni shamol bosar qirg'iz qanotin yozar qirda aqldan ozar men qirlarda yugursam olamni shamol bosar Tulip bor belida egar shamol novdani egar yuragim tulib bor bo'lsa bulut boshimga tegar rasmam olsa rasmam Aylonamiz o'rgulamiz uchasholmay qiynalamiz bo'ylarimiz yetib qoldi bizlar qachon uylonamiz aylonamiz o'rgulamiz uchasholmay qiyndi qarang Videoni shunaqa boshlamoqchiman. bo'ldi
Umid aka bitta iltimosim bor. Malika degan qizni xafa qildirib qo'yganman. Shunga bitta ashula aytib bering. Bo'ldi, kam qarang. Malikam endi qara. Eslatar seni qush. Malikam endi qara. Yo'q aytarmas seni qushlar. Просто atash gapirib qo'yganda xafa bo'lmaydi. Ko'ngli toza zo'r yigit. Nu, agar xafa bo'lsangiz, siz eng muhim odamlar yo'qotgan hisoblanasiz. Takishda xafa bo'lmang, hammasi zo'r. Siz uchun qo'shiq ayttirdilar. Ketdik. Xullas, azizlar, mana biz zabt etdik, ro'za qaytamiz. Xudo xolasa, ikkitadan ham qo'shiq aytdik, hammasi chotki bo'ldi. Endi bu yog'i uyga qayt. Yomg'ir yog'yapti lekin. Bomba короче, vasi dahshat bo'ldi. Chotki bo'ldi. Bizning safarimiz qarada, mana qaranglar, shuncha odam uchib ketyapti. Energiya ko'p, chunki hamma uyga qaytyapti. Qaytayotganda odamning energiya qattandir keladi, charchagan bo'lsa ham. Lekin mana qaranglar, atmosfera bomba. Otam mindi, video ham oldik, u ham qildik, bu ham qildik. Bolani ham xursand qildik. Xudo xolasa, u videosi ham sizda, videosi. Bolani xursand qilganimiz. O'shani atashib berasiz hozir. Alloh. Yeb qo'yardi. Ha, yedingiz. O'zi yeb qo'ydingiz shu joyda hozir. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Voy. Bak, kompakt bo'lib yomg'ir yomon quyapti. Azizlar, endi adrenalin endi boshlanadi. Endi bu yog'iga qanday adrenalin to'yamiz bu yog'iga. Bizda mana yomg'ir oyoqlar loy chiqib ketgan. Lekin bizda mana qaranglar bankisi. Har doim birgamiz akalar bilan. Assalomu alaykum hammaga. 5 ana qalpoqga 5 lik yana bir. Texnologiya. Biz o'zi mana shu hafta To'g'soyda rejalashtirgandik. Mana menejment bilan birgalikda bitta joyga kelib qoldik. Bitta joy eng qizig'i. Qaytishimizdan bir xil. Voy, ana qarang, yomg'ir 5 ta. Lekin mana shu ketyapmiz, xudo xolasa. Akalarga respekt. 40 ta odam bilan bu yoqqa chiqish qiyin. 40 ta odam bilan yana avtobusda keldik. Yana avtobusda. Eng zo'ri bor, uni keyin o'zingizga aytaman. Nima bo'ldi o'zi? Mana shundan lekin his qildim aka. Lekin o'zgacha, hamma kelyapti. Da aka. Aka? Xullas shunaqa gaplar. O'zi aka, sayohatdan taassurotlar haqida qisqacha. Bilaman, sizda so'z boyligingiz juda ham ko'p aka. Sayohat. Oldiga qarab gapirib ketavering. Sayohatning so'nggi nima beradi? Nima beradi? Siz tanish orttirgan beradi. Qaysi kasb sohasida ishlashingizdan qat'iy nazar, bir oyda bir marta ochiq tabiat qo'yniga chiqib turing. Aha. Tabiat sizning miyangizni polni filtrlaydi. Tozalab beradi jigar. Jigar va ishda oyog'im tozalab olsam ketadi-yu. Tabiat deganda jan unaqa puling shaqillagan Maldivi, Gavayilar bo'lishi shart emas. O'zbekistonda yetmaydi. Mana Tovoqsoy bor. Voy, yetmaydi. Milliy joylar bor, ey. Adrenalin, shartarani qaranglar, mana buni. Adrenalinni olibman. Mana, hamma shotda. Shotki. Men adrenalin olibdi. Bu ham shotda. Bu ham shotda, hamma shotda. Xullas azizlar, shunaqa atmosferada yanada biz ko'p harakat qilganmiz. Sayohat qalay bo'ldi? Bo'ladi. Chotkimi? Bu video YouTube'ga chiqadi, ko'rasizlar, hop. Chotki bolalar. Chotki. Azizlar, ko'rasizlarmi? Har doim menejment banki raqamli iqtisodda hamma fakultetda do'stona va har doim birgalikda harakat qilgan. Va bu yerda ham xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Chotki. Mana bu bolalar rasmiy uchish bilan band. Oh, kepkani keyin birat. Voy! Qanday bo'ldi? Qolgan shartlarni ko'rsatib boraman hammaga. Soyangiz qizini boyiga sotyapti. Atmosfera bombani qaranglar bolalar. Bu yo'llar bir tushib olsin. Shunaqa adrenalinga boy joylardan yurib. Boyiga sotyapti. Xizmatimizda Kamronbek Abdulxayev mana. Bu yerda ham ha jamoalim jamoalim la bi sharobi. raqsida ham bor ekan mana. ha jamoalim jamoalim la bi sharobi. Xonalum ey. Xullas yo'limiz davom etyapti va bitta sharshara bu yerda tayyor turibdi. Mana ko'rasizlar. Ovozini o'zi odamga rohat baxsh etadi. Qani video mana unaqa qilib. Nima ideya? Xullas ideya bor ekan eshitamiz. Ha. Video yoqing. Yo'q.
Men orzu qilgan tovoq soy boshqacha edi. Xuddi shunaqa edi, aka. Qanaqa edi? Bunda kanatga bor, Voy, kanatga tovoq soydi. qizchalar bor. Qizchalar. Voy. Xullas azizlar, bizda shunaqa lirik chekinish. Peshkom yurdim men. O, Loyga botdim men. qofiyadan kelishini qarang. Bor. Hali kelaman. Yana yuraman. Azizlar, ko'rasizlar, lirik chekinish hammasi cho'tki atmosfera bomba. Azina qoldi xudo xolos. Ras, xudo bir soat yarim. Chot. Bularga hammani oyog'imdan qilib loy bo'lgan. Loy ko'rasizlar. Bitta sharshara mana. Azizlar, bu ujut manimcha bir necha tur sharshara ko'rib kelasizlar. Xullas, birin ketdim boyaga sharsharani hamma davomlarini ko'rib kelyapmiz. Xullas, juda ham ajoyib bo'ldi. Kuzatishda davom etinglar, xudo xolos. Oxirida ham tugagandan keyin qo'yamiz yana. Nima bo'lishini hali bilmayman. To'g'ri. Xullas, azizlar, yana bir bor o'sha aytib o'tamanki, biz tovoq soyga joylashgan sharshara hamda kamyonlarni bosib o'tdik. Katta sharsharaga yetib bordik va hozir o'sha sharsharadan biz u yoq tarafdan kelgandik. Endi suvni bu yoq tarafdan qaytyapmiz. U yoq tarafni ham, bu yoq tarafni ham ko'rib, xudo xolasa bu yoqqa chiqib sharsharadan rasmga tushib, piknik qilib, chotki bo'lyapti. Kuzatib ko'rayotgan bo'lsanglar, u yoqda ham to'g'ri qiziq narsalar bo'ladi. Mana bu videoga o'tdim mana. Xullas, juda ham ajoyib, zo'r bo'ldi xullas. Yana bitta narsa aytamanki, deb gapirishimga e'tibor bermaydi, chunki deb gapirsa odam baribir eshitadi, xato qildi bo'ladi, nimaga xato qilmayotgan bo'ladi. Achita shundan gapirayotgan bo'ladi. Mana bu gullar qaranglar. Islom. Islombek? Mana, biroq. Biroq, Biz menejment fakultet faollari birgalikda Tovuq soyda eng yuqori sharsharasini zabt etdik. Buni kayf bordingiz-mi? Albatta, kayf qildik. Buni videoda menimcha juda ko'p eshitasizlar bu so'zni. Ko'rishdi ham o'zi. Ko'rib Ha, video davomida YouTube'ga chiqadi. Bunda bir nasib ko'p eshitasizlar buni. chotga bot xullas azizlar. Mana bu yerda rasmga, ham bolalar rasm turishini qarang. Qarang. Yana bitta ma'lumot. Xo'p. Bu video nimaga YouTube'ga qilib qo'yilyapti va biz montaj ham qilaman, lekin montaj qiladigan narsa shuki hamma tabiiy bo'lgani yaxshi, tabiiylik yoqadi. Bu video nimaga YouTube'ga qo'yilyapti? Chunki biz o'tgan yili xuddi shu joyga 2 kishi bo'lib kelganmiz. Va bu yil esa xuddi shu joyga 2 kishi yo'lboshchi bo'lib 25 kishini olib keldik. Va ushbu narsani baribir tarixga muhrlash sifatida mana shunaqa video qilyapti. Chunki video ertaga eng xudolis turadi. Vaqt esa o'sha kelajak, tarixga o'tmishga aylandi. Ertaga shu kelajak, bugun esa o'sha bugungi kun. Xullas, shunga qilyapti. Chotki bo'lyapti ancha. O'zimiz uchun emas. Qolganlar uchun bilmadim, biz o'zimiz uchun chotki bo'lyapti, xudo xolos. Yana bitta narsa, hozir soatga 1% qolgan. Mana shu tanchi video tugashi mumkin. Qolganlarini davom ettira olsam, bo'lsam yo'q. Xullas, hammaga e'tibor uchun rahmat. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.